Mana bu chiqib turayotgan film Hindistonning dаңlıq filmlaridan birisi. Bu 4-oyda Hindistonda o'zida qo'yilgan. Bu film bizdeki Şinjan'da bo'lib bu mamlakat ichida tunji qitim Xanzu tilidagi film bilan Uyg'ur tilidagi filmni tunji qitim qo'yilish uchun tayyorlik qilyapmiz. Bu filmniki voqealikmi nihoyatda yaxshilangan. Uning ustiga Hindistonda qo'yilgan vaqtida nihoyatda zo'r olqishga erishgan. Memleketimizde Uyghur tilida, Xanzu tilida mas qadamda qo'yilgan tunji film hisoblanadi. Shu bu filmdagi Shahrukxonninki obraziga ovozni Xanzu tilida Wang Bochan bergan. Ammo Uyghur tilida bu vazifa menga tushdi. Shu men o'zimmi qiziqdim. Nima uchun deganda, bizniki mayli o'zimizningki ishlagan filmlarimiz bo'lsin, mayli chet elning filmlarimiz bo'lsin, chet elning filmlari bo'lsin, bu filmni özümüzdeki xalqiga texim yaxshilab, tushunishli qilish maqsadida hozir mana kech soat 9:10 da ishibdi. Tushunish qilish uchun texim yaxshilab, jonli qilish uchun biz buni kuchab ishlayapmiz. Men o'ylayman bu film cho'qim tomoshabinlar ko'rgandan keyin cho'qim yaxshi bag'ga erishdi deb qarayman. Bu filmda Shahrukxonninki obrazining ovozini men berdim. Shahrukxon bu filmda ikki obraz yaratgan. Bu ikki obrazniki asosli ovozniki o'rni o'xshash emas. Ondan Shahrukxonninki o'zi kichikroq, yoshroq chiqib o'ynagan bir obraz bor. Gavrov deydigan. Bu obraz gerçi bir xil o'ynayotganligi bilan buniki ovozniki o'zgarishi bak chiqqan. Buni 4-5 xil o'zgartirgan bu ovoz. Shu men o'zimni ancha-muncha qizilib baqdim. Lekin shunday bo'lsa-mu, men endi burun mushkilni soyasida tarjima soyasida burun ishlagan bo'lg'achqa, bakmo deganda qizilib ketdim. Asosiy maqsad mayli biz qizilni qilolmayli, tomoshabinlarimiz ko'rgandan keyin ozroq bir hozir ato qila olsa, bu bizning cho'ng xo'shalligimiz hemşire. Bu qitimqi mukofot so'masi 20 rupiya. 20 rupiya naqd pul. Sen cho'qim menga Aryonni ko'rib kelish uchun 20 rupiya bermaysan. Arzuyimni o'zim amalga oshiraman. Shunga meni to'simanglar. O bu xil iqtidorni kichigida yetildirgan bo'lib, maktab hayotidami o'sha aloydigi bilan nurg'un olqish va mukofotlar berilgan. Biz cho'qim maydondan o't chiqarib o'tamiz. Mastamiz. Bu men Holi bayramida eppaga heliqi kiyimni kesib, somkaning ichida bor. Gavrov bo'g'achqilar. Aryan. Sizlarga chaqchaqab qo'ydimmi? Chapsam bu yoqqa. Ağlab turish. Kepellik qo'yib berildim. Yolg'on aytqining menga ayon. Qanday xatolik o'tkazganligingizni e'tirof qilib, xaloyiqqa jakarlang. Mas'anlaringizning qalbiga azor bermaslikka kafolat bering. Ham ulardan kechirim so'radim. Undaq meni. Siz bilmaysiz. Londonda qo'ygan qiziq o'yiningiz yuzimni bakla tushirib. Kechilik taqilindi. Arya. Yiliq to'y marosim vaqasidan keyin Мәстәнләрнең һәммәсе бу уенга каршы торды. Коллыгычы тараф мәбләгын кайтырып алды. Уенны көйгеле һеч ким келмәде. Бер адам келмәде. Əsabi Məslan namlı bu film şu patikında memleket boyunca bir tutaş kan görünmələr bilan yüz görüşdü. Biz bu keç-keçlab cəfa tatıb işləyəndikən sizlərdə gündüz dolasını görüb qoyasınlar. Abdurrahim rayonluq kino film tarqitish ham qo'yish shirkatidan navbat elib berayotgan bu Xanzucha, Uyg'urcha tildagi kinolarni bir vaqtda tomoshabinlar bilan yuz ko'rishtiradigan bu faoliyati nihoyat yaxshi o'rlashtirilibdi. Bunun da memleketimizden hem chet ellerning nadir kinoları bir vaqtda ishkirdiki har qaysi o'lkalar bilan avtonom rayonimizning har qaysi
yezi qishloqlarda, asas qatlamlarda tang qo'yildi ekan. Bu ishni jumladan men nihoyatda qo'llayman, ham amaliy harakatım bilan mushu faoliyatning bundan keyin texnik g'albilik elib berilishiga bir kishilik hissani qo'shaman. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Tuvanda biz mushu Asabiy Mastona degan filmni, Hindistonning dangliq jolpallari rol olgan filmni Uyg'ur tiliga tarjima qildik. Bu Uyg'urcha filmning qo'yilishi avtonom rayonimizdagi bir mahal besqib qolgan Uyg'urcha kinolarning yo'q bo'lishini qayta bir jonlantirish, xalq turmushiga yangidan bir ma'naviy kuch ato qilish maqsadida mush filmni Uyg'urchaga tarjima qilindi. Bu filmda bir necha alohidalik bor. Bu bo'lsa-mu bizniki ovoz artistlarimizning peshqadam ustozlarimizdan Farhod Tolib, Akbar Litib qatorli ustozlar. Uningdan boshqa Şinjan xalqininki cho'ng hurmatiga erishgan talantli san'atkorlarimizdan ustozimiz Abduqayim Muhammad, Abdukerim Abdulaziz ham men qatorliqlar bunga ovoz berdik. Shundaqla boshqa kasbiy ovoz artistlarimiz bu filmga ovoz berishga qatnashdi. Xalqimizning bu filmni yoqtirib ko'rishini umid qilaman. Rahmat. Avtonom rayonluq kino filmlerini taqib qo'yish şirketi mushu kino filmlerini Xanzovchi bilan Uyg'urchani mamlakat bo'yicha kinoxonalarda bir vaqtda qo'yishni obdan o'rlashtiribdi. Bu intayin obdan ishgan. Gerçi ben uzun yıl ovoz bermagan bo'lsam-mu, men bu ishni ko'rib, xo'sh bo'ldim. Bundan keyin bo'lsam bu filmlarga men bor kuchim bilan ovoz berib, obdan qo'llayman. Chuqurda Akbar ukamni to'g'ri gap qildi. Haqiqatan bu bir yangilik. Gerçi men pensiyaga chiqqan bo'lsam-mu, tuvandagi ko'rinmalarning ko'proq film ko'rish uchun men bir kishilik hassani qo'shaman.